Assalomu alaykum. Shu videoni ko'rib turgan barchaga biz Moskva Ramazon taqvimini chiqargandik. Shunda ko'p kommentariyalar kelibdi, namoz chislasi noto'g'ri. Biz buni Namoz Timing degan kanaldan olgandik. Mana ko'rishinglar mumkin. 14-apreldan boshlangan bulardan. Shu kanaldan olgandik. Endi sizlarga boshqa saytdan ko'rsatmoqchimiz. Buni ko'pchilik noto'g'ri dedi. 14dan emas ekan. Hop, buning uchun Google'ga kiramiz. Raspusaniya Ramazon Moskva desanglar chiqadi o'zi. 2021-yilniki. Raspusaniya Ramazon 2021 mana chiqdi. Hozir ko'pchilik 5namoz.com shuni aytyapti. Shunga kiramiz, pastdagiga. Chiqdi. Oyga o'tkazasiz va yonlar segodni har kunlik ko'rib tursa bo'ladi yoki oylik ko'rsa bo'ladi. Ramazon vaqti mana taqvimlari namoz vaqti bilan birga mana 12-kun kechqurun turiladi degan bulardan. Biz qo'ygan videoda 14-kundan bo'lib qolgan. Lekin uni o'sha Namoz Timing degan YouTube kanali chiqarganda biz undan olgandik. Endi mana bu saytdan olishingiz mumkin, vaqtlarni ko'rib. Yillik taqvimdan ko'rsanglar bo'ladi, namoz vaqtini xohlagan oydan mayga qo'yasizlar. May oyida namoz vaqtlari. Xohlasanglar xohlagan joydan ko'rsanglar bo'ladi. Moskvani xohlagan joydan, tepadagi Rossiya degan joyga bossanglar chiqadi shu. Almatansk hamma joyniki bor. Xohlagan joydan keyin ko'rsa bo'ladi. Samaraga bossanglar Samara vaqtlar chiqadi. Xohlagan viloyatini tanlab. Bu kunligi. Ko'rib turganinglar kunligi. Mana Segodniy deb qo'ygan tepasiga. Messajga olsanglar aprel oyi messaj 12-kun turiladi deganlarda ham saharliga. Shunaqa ishlaydi. Bu sayt menimcha yaxshi ishlaydi. Xohlagan viloyatinglarni tanlab, oblast tanlab topib olishingiz mumkin. Tatariston. Bir narsa bu Rossiyadan tashqari mana qarab. Vremya namozga borsanglar tepadagini Rossiya, Belorussiya, Qozog'iston, Ukraina, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston ko'p joylarniki bor bu yerda. Qozog'istonga bosamiz. Nur-Sulton, Olmata bu kunligi. O'sha kunligi va oyligi. Ulardan 12-dan ekan Ramazon. Hozirda O'zbekistonniki ham bor. Hamma joyniki bor, Qirg'izistonniki bor. Saudiya Arabistonniki bor, hamma joyniki bor deyman hozir. Namoz Timing degan kanaldan olgandik. Mana bir xil shu bilan просто tepasini o'zbekchada yozib qo'ygandik. Namoz Timing. Bu sayt ham anchadan beri ishlaydi, bu kanal ham anchadan beri ishlaydi. Menimcha yaxshi kanal deb o'yladim men buni. Adashgan bo'lishi ham mumkin, bilib bo'lmaydi endi. Shunaqa 14-da yozib qo'ygan ekan bular kalendarni. Mana sizlar shunga qarab taqqoslab olishingiz mumkin, shunda vaqtlarni to'g'rilab olishingiz mumkin. Bo'lmasa xohlasanglar shu 5namoz.comdan to'g'rilab olishingiz mumkin namoz vaqtlarini. Buning programmasi ham bor ekan, o'zi chiqib qolar ekan. Ichiga kirsanglar o'zi chiqib qoladi.
Bunda ham to'g'ri bo'lmasa agar yo tushunmadik desanglar, bo'lmasa xohlasanglar mana boshqa saytlardan ko'rsanglar ham bo'ladi. Bulardan ham chiqadi pastdagi saytlardan. Lekin men qaysi bir точно to'g'riligini bilmayman anig'ini. Bunga registratsiya qilish kerak. Ana chiqdi, pastda turibdi. Sankt-Peterburg, Moskva, Kazan hammasi bor-da bunda. Rasmdan tortib olsanglar ham bo'ladi, sketchat qilib. Shunaqa endi xohlagan saytinglarda o'zingizlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Bitta narsasi shu, masjidni ham biror joyga solishtirib olasizlar o'zingizlar. Endi men Rossiyada emasman, O'zbekistondaman. Shuni o'zingizlar solishtirib olsanglar yaxshi bo'lardi.